Buta salqin deyapti. Butasal 100 gramlikdan idishga quyib olyapmiz. Mana 10 gramdan mana shlankasini yonboshiga chiqaryapti. Hozir ikkinchisini bo'yniga, paftoriga ivermektin super qilinyapti mana. Qo'yish jarayoni mana. Ivermektin super. Mana idish nasatkasi qo'yasiz hamda mana uchiga botirasiz, mana qatirib qo'yasiz. O'zi zapravka qoladi, bo'ldi. Mollarni kelib ostiga. O'zi zapravka qo'yiladi. Ko'p hayvonga qilinadigan molga tavsiya qilaman mana shpritsni ishlatishni. Keyin hozirgi kunda qishda sezoni, bitta sezoni, yana bitta so'kkalar sezoni. Mana mana shu narsa zo'r aytadi, bermakchi bitta. Ham jigar qurti, ichak qurtini ham oladi.